Kecha Angliya Premyer Ligasining 25-tur markaziy uchrashuvida amaldagi mamlakat chempioni Liverpool o'z maydonida Manchester City jamoasini qabul qildi. Qiziqarli va keskin tarzda kechgan bahsda mehmonlar 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuvda Abduqodir Husanov Manchester Cityning boshlang'ich tarkibida maydonga tushib 60 daqiqa harakat qildi. O'yinning taxminan 60-daqiqasida raqib hujumi paytida zarbani bloklashga urinayotgan Husanov o'z jamoadoshi darvozabon bilan to'qnashib ketdi. Natijada uning yuziga darvozabonning tizzasi tegib, futbolchi qisqa muddatga hushini yo'qotdi. Shifokorlar yordamida o'ziga kelganiga qaramay, bosh murabbiy Pep Gvardiola xavfni inobatga olib, uni almashtirishga qaror qildi. Husanov maydonni tark etganidan keyin Liverpool hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Qolgan daqiqalarda Bernardo Silva hisobni tenglashtirgan bo'lsa, o'yin yakunlanishi arafasida Erling Haaland penaltidan g'alaba to'pini kiritdi va Manchester City 1-2 hisobida g'alabaga erishdi. Nufuzli nashrlar mazkur uchrashuvda Abduqodir Husanovning harakatlarini 7 ballga baholadi. Manbalarga ko'ra, u deyarli xatolarsiz o'ynagan, to'p bilan ishonchli harakat qilgan. 1 soat davomida u 24 ta uzatmadan 20 tasini aniq bajargan. Shuningdek, 2 ta to'p olib qo'yish va 3 ta to'p tortib olishni amalga oshirgan. Husanov darvoza yonidagi zarbani bloklash chog'ida darvozabon bilan to'qnashib ketib, miya chayqalishi gumoni bilan almashtirilgani qayd etilgan.